Shuni maqtaganmidi keliningiz? Onam? Onam, to'xtang. Shoshmang. Onam, to'xtang. Onajonim, qayoqqa ketib qoldingiz? Sizni xafa qilib qo'ydimmi, mehribonim? Sizni tanimay turibman. Kimsiz? Ya. Onam, hazillashmang. Bolam kimgadir o'xshatdingiz shekilli. Uzr. Onajon. Alsgeymer. Boshlang'ich holat. Eng avvalo so'nggi voqealar unutiladi. Eski xotiralar uzoqroq saqlanadi. Ba'zida yaqinlarini tanimay qolishi mumkin. Lekin bu unutdi degani emas. Miya chalkashadi. Eng muhimi agressiya yo'q. Ammo stressga yo'l qo'yish kerak emas. Tanish muhit foydali. To'liq tuzalish afsuski bo'lmaydi-yu, lekin kasallikni sekinlashtirish mumkin. Men sizni tanimay turibman. Nega onajon? Axir bu menman, o'g'lingiz. Komilman, komil. Meni qiynamang, mehribonim, sizdan boshqa kim? Darslaringizni eslayapsiz-ku, nega meni eslamayapsiz? Baqirmasangizchi, qizlar qo'rqishadi. Nega onajonim, jonim? Qizlar qo'rqadi. Qizlarim qo'rqadi. Onajon, kechiring. Yordam, tez yordam. Siz kimsiz? Men sizni shifokoringizman. Ozgina mazangiz bo'lmadi. Hozir yaxshisiz, xavotir olmang. Hozir. Pastga qarab oling. Meni o'quvchilarim ularni taniyapsizmi? bolalarim meni